Zadachamiz sochni natural bazasini ko'tarmagan holda ehtiyotlab rang berish. Bugungi modelimiz sochlarini tonirovka qilamiz va bunda biz Brelil brendidan ton lineykasidan foydalanamiz va bu kraska bezamyachniy bo'lib 20 daqiqada sochlarimizni chiroyli qilib tonlab beradi. Buning uchun 913 raqamli kraskadan 20 gram, 1,5% oksidantdan 30 gram solib aralashtirdim. Bo'yash jarayonida sochni tiklash uchun Keraforce himoyalovchi sivrtkasidan ham kraskamga qo'shib, yuz va soch chegaralariga Keraforce himoyalovchi kremini surib chiqdim. Bu albatta kraskani yuz terisiga singib qolishini oldini oladi. Kraskamizni avval ildizga, keyin uzunlikka surib olamiz va 20 daqiqa qoldiramiz. 20 minutdan so'ng soch chegaralarini Keraforce remover bilan artib oldim. Ana endi bo'yalgan sochlar uchun mo'ljallangan Numero shampun va maskasidan foydalanib sochni yuvib olsam bo'ladi.